Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Xorbelar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? YouTube ishqibozlari. Hozir biz qum arudiga klientimizga mana shunaqa chiroyli kuxnalarni qilib berganmiz. Akrildan bo'lgan. Mexanizmlarning hammasi Daochi bo'lgan. Bulon mexanizmni qo'yib berganmiz. Ishlarini ko'rib turibsizlar. Takoy yo'q yopilyapti. Xo'p. Tosh qilib berganmiz, quyma tosh. Rakvinalarni o'zini ichida qilib berganmiz. Tortmalarigacha даже bulon qo'yib berganmiz. Tortmalari hammasi Daochi bo'lyapti. Hozirgi kunda ruchkasiz oshxona mebellari urfga chiqyapti. Xo'p, mana eshiklari hammasi yopilishlari Daochi, kromkalari PVX bo'lyapti. Fasadlari akril, korpusi MDF qilamiz. Sababi oshxona parlanadigan joy bo'ladi. Parlanganda ham MDF uncha ishib ketmaydi. Xo'p, endi mana Mametga Aventus mexanizmlarini qo'yib berganmiz. Tepaga qo'yib turibsizlar. Bu yerga sushilkalarni bonus qilib berganmiz. Yopilishlari takoy yo'qki, yopilyapti o'rtoqlar. Ishimizga yoqsa bitta like bosib ketasizlar, kommentariyada fikringizni yozib ketasizlar o'rtoqlar. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, har xil turdagi oshxona mebellarni professionallarga ishonib topshiringlar. Ya'ni poytaxt mebelga. Yaxshi insonlarga sifatli mebellar. Salomat bo'linglar.